Yoshlarning mehnat bozori talablariga mos yo'nalish va kasblarni tanlashlariga ko'maklashish maqsadida Namangan davlat texnika universitetida karyera kuni doirasida ish beruvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Uning tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Namangan davlat texnika universitetida o'tkazilgan navbatdagi karyera kuni tadbiri oddiy yarmarka emas, balki talabalarning ertangi taqdiriga daxldor muhim maydonga aylandi. Bugungi kunda diplomga ega bo'lishning o'zi yetarli emasligi, haqiqiy muvaffaqiyat mehnat bozori talablariga moslashishdan boshlanishini yana bir bor namoyon etdi. Talaba va bitiruvchilar uchun ushbu muloqot ish izlash jarayonini osonlashtirish, ish beruvchilar bilan yuzma-yuz suhbat orqali o'zaro ishonchni mustahkamlashga ham xizmat qildi. Bu yarmarkada biz talabalar o'zimizga kerakli bo'lgan tegishli tashkilotlar bilan shartnoma imzolash bo'yicha o'zimizga kerakli bo'lgan barcha savollarga javoblarni olmoqdamiz. Mening o'zim ham ayni damda Mingbuloq tumanidagi Mingbuloq yo'llardan foydalanish davlat ta'lim muassasasining rahbari bilan tegishli shartnomani imzoladim. Ushbu yarmarkani tashkil etgan barcha universitetimiz rahbarlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, joriy yilda universitetni 4105 nafar yosh mutaxassis tamomlaydi. Bu esa viloyat iqtisodiyoti uchun katta zaxira degani. Tadbirda o'nlab yirik korxona va tashkilotlar rahbarlari so'zga chiqdi. Bitiruvchi talabalar bilan bevosita muloqot qildi. Qolaversa, bitiruvchi kurs talabalarining modalar namoyishi ham ularning iqtidori, salohiyatini ko'rsatib berdi. Balki kelgusidagi samarali hamkorlik uchun mustahkam poydevor vazifasini ham o'tadi. Mehnat yarmarkamizni o'tkazishda asosiy maqsad 2026-2027 o'quv yilida bizni Namangan davlat texnika universitetining bitiruvchilarini o'z sohasi bo'yicha ish bilan o'z vaqtida ta'minlashda iborat. Bu yil universitetimizda 4025 nafar bitiruvchi rejalashtirilgan bo'lsak, ayni kunga kelib universitetimizda demak 70% ga yaqin ish bilan ta'minlandi. Hozirgi vaqtgacha 300 dan oshiq shartnomalar 60 ta ish beruvchi korxonalar bilan tuzildi. Universitetimizda Farg'ona vodiysidagi 230 dan oshiq sanoat korxonalari bilan ishlab chiqaruvchilar uch tomonlama shartnomalar tuzilgan. Bularning hammasi muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'lim sohasidagi islohotlarni universitetda bajarishga xizmat qiladi deb hisoblayman. Namangan davlat texnika universitetida karyera kuni munosabati bilan tashkil etilgan mehnat yarmarkasida ta'kidlangandek, bu tashabbuslar faqat ish o'rinlarini taklif etish emas. Ular yoshlarda kasbga mas'uliyat, jamiyatga daxldorlik hissini shakllantirishda ham muhim sanaladi. Chunki bugungi talaba ertangi taraqqiyotni belgilaydigan kuchdir. Prezidentimizning 61-sonli qarorlari bilan biz Milliy bankka alohida vazifa yuklaganlar. Bunda biz oliy ta'lim muassasalari bilan ishlab, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga mas'ul etib belgilaganlar. Buning uchun bizga moliyaviy institutlardan mablag' ham ajratib berganlar. Biz bu mablag'lardan foydalanib, tadbirkorlik istagini bildirgan bitiruvchilarimizga sharoit yaratib berish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratib kelmoqdamiz. Dastur doirasida hozirgacha 700 nafar oliy ta'lim muassasa bitiruvchilari 30 milliarddan oshiq kredit olishdi, imtiyozli kredit. Hamda o'z biznes faoliyatlarini, tadbirkorliklarini yo'lga qo'yishdi. Biz har doim yoshlar bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Karyera kuni mehnat yarmarkasida hamkor korxonalar tomonidan zamonaviy mehnat bozori uchun zarur bo'lgan mutaxassisliklar, yangi ish o'rinlari hamda yosh kadrlarga qo'yilayotgan talablar yuzasidan taqdimotlar o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar oliygohdagi mutaxassislarning amaliy salohiyatini oshirib, ishlab chiqarish bilan uzviy integratsiyani kuchaytirish hamda istiqboldagi qo'shma loyihalarga asos bo'lib xizmat qiladi.